Assalomu alaykum. Jahon banki haqida nimalarni bilasiz? U qanday tashkilot? Vazifasi faqat pul berishmi? Jahon banki xalqaro moliya instituti hisoblanib, rivojlanayotgan mamlakatlarga sarmoyalar kirgazish, kreditlar taqdim etish bilan shug'ullanadi. 1945-yilda tashkil topgan bank o'z tarkibiga yirik ikkita tashkilotni Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki va Xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasini oladi. O'z navbatida, Xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasi mamlakatlarga imtiyozli kreditlar berish bilan shug'ullanib, ular donor mamlakatlar tomonidan beriladigan xayriya mablag'lari asosida moliyalashtiriladi. Yuqoridagi ikki tashkilotdan tashqari bank tarkibiga bank bilan uyushgan, ammo huquqiy va moliyaviy jihatdan mustaqil faoliyat ko'rsatadigan 3 ta boshqa tashkilotlar ham bilvosita kiradi. Bular rivojlanayotgan mamlakatlardagi xususiy korxonalarni moliyalashtirishga yordam beradigan xalqaro moliyaviy korporatsiya, investitsion kelishmovchiliklarni tartibga solish xalqaro markazi va investitsiyalarni har tomonlama kafolatlovchi agentligidir. Dastavval Jahon bankining birlamchi kreditlari Ikkinchi jahon urushidan so'ng Yevropaning iqtisodiyotini tiklashga yo'naltirilgan bo'lsa, keyinchalik u o'z e'tiborini jahonning qoloq mamlakatlari iqtisodini tiklashga qaratgan. Hozirgi vaqtda esa Jahon bankining asosiy maqsadi rivojlanayotgan mamlakatning iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyotiga mazkur mamlakatlarning ishlab chiqarish darajasini oshirishga yordam berish va aholining ijtimoiy ahvolini yaxshilashga ko'maklashishdir. Jahon banki dunyodagi kapital, qimmatbaho qog'ozlar bozorlarining asosiy mablag' oluvchisi hisoblanadi. Bundan tashqari bank bir qator mamlakatlardan obligatsiya, zayom sotish orqali to'g'ridan-to'g'ri qarz oladi. Yig'ilgan mablag'lar esa qoloq mamlakatlarning taraqqiyot yo'lida ishlatiladi va ularga imkoniyati darajasidagi past foizlar hisobida beriladi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda aholining jon boshiga yalpi mahsulot $1200 atrofida bo'lgan taqdirda, ular Xalqaro tiklanish va taraqqiyot bankidan kredit olish imkoniyatiga ega bo'ladi va bu kreditlar 12-15 yil ichida qoplanishi lozim. Ikkinchi tomondan, Xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasi kreditlarni qoloqroq mamlakatlarga, ya'ni ulardagi yalpi milliy mahsulot jon boshiga $800 dan kam bo'lgan mamlakatlarga beradi. Bu kreditlar bo'yicha foizlar olinmasdan ko'pgina hollarda ular 35-40 yillar oralig'ida to'lash sharti bilan beriladi. Jahon banki kredit olish, uni qaytarib olish darajasida bo'lgan mamlakatlar uchun mablag'larni mujassamlaydi. Ammo boy mamlakatlarga yoki alohida shaxslarga Jahon banki tomonidan kredit berilmaydi. Ma'lumot uchun 1992-yilning sentyabr oyidan boshlab O'zbekiston Respublikasi Jahon bankining to'liq huquqli a'zosi hisoblanib, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Polsha, Serbiya, Shveysariya, Tojikiston va Turkmaniston bilan birgalikda Shveysariya guruhi tarkibiga kiradi.